Masalan, filmda qaysi qasoskorlar chiqishi, yovuzlar kim bo'lishi, Tom Hollandning film haqida aytgan fikrlari va Jackie Chan bu filmda nima qilayotgani haqida gaplashamiz. Yaqindagina Robert Downey va Tom Holland yangi reklama rolikida qatnashdi. Ya'ni ular o'zlarining mahsulotlarini reklama qilishdi xolos. Balki qasoskorlar filmi haqida ham suhbat qurishgandir. Nima bo'lgan taqdirda ham ularni yana birga ko'rish albatta quvonchli. Bilasiz, film uy nomidan voz kechib O'rgimchak odam yangi kun deb nomlandi. Chunki film yangi voqealarni boshlab beradi. Buni aktyor Tom Holland ham yaqindagi intervyusida tasdiqladi. Biz 4-filmni emas, balki keyingi bobdagi 1-filmni suratga olayotgandekmiz. Bu qayta tug'ilish va mutlaqo yangi film bo'ladi. Bundan tashqari yangi kostyumi Tobi va Andrew O'rgimchak odamlarining kostyumlaridan ilhomlanganini ham aytdi. Internetda esa ko'rgan bo'lsangiz kerak, suratga olish ishlaridan ko'plab har xil fotosuratlar tarqaldi. Hatto Sonyning o'zi ham rasmiy teaser chiqardi. Yo'llab yosh bolalar bilan rasmga tushib, xullas vaqtni chog' o'tkazib, hammani ko'z oldida qildi Sony bu narsani. Ya'ni olish ishlarida ko'rsatilgan asosiy personajlar bular Zendaya va Jacob Batalon, ya'ni Peterning do'stlari. Ular rasman filmda qatnashadi. Aytishlaricha esa Zendaya asosiy rolda ekan. Demak, katta ehtimol bilan u Peterni eslasa kerak. Aks holda bosh rollardan biri unga berilmas edi. Bundan tashqari bilasiz, Sidney Sink ham muhim rollardan birini ijro etmoqda, lekin haligacha u qaysi roldaligi sir bo'lib turibdi. Asosiy taxminlar esa Mary Jane, Gwen Stacy va mushuk ayol. Menimcha uning roli film premyerasiga qadar oshkor qilinmaydi. Filmda rasman qatnashadigan personaj bu Hulk. Hulk filmda doimgidan-da qo'rqinchliroq bo'ladi, ya'ni Ultron davri filmidagi kabi aqldan ozadi. Yana film Hulk personajini qasoskorlar 5 filmi uchun tayyorlab beradi. Ya'ni filmda u katta muammoga aylanadi, lekin film so'ngida o'ziga kelishi mumkin. Xabarlar Ruffalo filmdagi yana bir asosiy personaj jazolovchi ijro etayotgan aktyor Jon Berntal haqida gapirdi. Bu qahramonni hech kim unga o'xshab ijro eta olmaydi. Nihoyat u bilan tanishganimdan juda xursandman. Bilasiz, jazolovchining shaxsiy qisqa metrajli filmi chiqadi. Keyin esa uni Daredevil serialining 2-sezonida ko'ramiz. Shundan so'ng u O'rgimchak odam bilan uchrashadi. Katta ehtimol bilan esa u bilan birga Daredevil ham filmga o'tadi va biz ularni bir jamoa sifatida ko'ramiz. Jazolovchida esa juda kuchli qurollar bo'ladi, ya'ni Hulkka qarshi jang qila oladigan darajada. Peter ham o'zi uchun bir nechta gadjetlar yasab oladi. Tremel Tillman esa filmning aktyorlar ro'yxatiga qo'shildi. U istalgan rolni ijro etishi mumkin, lekin Miles Moralesning otasi rolida bo'lish ehtimoli ham yo'q emas. Ammo Sony kompaniyasi yaqin yillarda Milesni kinoda chiqarmoqchi emasligini aytgan edi. Sizcha Milesni filmda ko'rishni xohlarmidingiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Insiderlarning aytishicha, filmda Yelena Belova ham qatnashadi. Menimcha esa u kichik kameoda yoki titrlardan keyingi sahnada chiqsa kerak. Hulk bilan O'rgimchak odamni qasoskorlar filmiga bog'lash uchun. Qiziqarli faktlardan biri esa mashhur aktyor Jackie Chan ham bu film ustida ishlamoqda. Aniqrog'i, u jamoasi bilan filmdagi jang sahnalari va tryuklarni o'z zimmasiga olgan. O'zi esa hech qanday rol ijro etmaydi. Endi esa filmdagi yovuzlarga o'tamiz. Filmda ko'plab yovuzlar bo'ladi. Masalan, chayon personaji aniq qatnashadi. Uni suratga olish ishlarida ham ko'rishimiz mumkin. U filmda muhim personaj bo'ladi, lekin asosiy yovuz emas. Yana filmda Gorkov personajini ham aniq ko'ramiz. Uning rolini Marvin Jones ijro etmoqda. Filmda esa Gorkov bilan jazolovchining jang sahnasi bo'ladi. Mishmishlarga ko'ra esa Michael Keaton o'laksaxo'r roliga yana qaytadi. Venomdan qolib ketgan simbiot ham o'z roliga ega bo'ladi va filmda Kingpin ham qatnashishi mumkin. Bundan tashqari boshqa yovuzlar ham bo'lishi aniq. Agar rostdan ham filmda yovuzlar ko'p bo'lsa, biz yovuz 6talikni ko'rishimiz mumkin. Chunki Sonyning kino olami rasman yopilgan va yovuz 6talik haqidagi rejalari ham chippakka chiqdi. Shu sababdan ularni Marvelda ko'rsak kerak, lekin bu aniq emas. Xullas, nima bo'lsa ham yovuzlar filmda ko'p bo'lishi aniq. Peterga esa ularga qarshi jangda jazolovchi yordam beradi. Katta ehtimol bilan Daredevil va boshqa bir nechta qahramonlar ham qo'shiladi. Filmning premyerasiga keladigan bo'lsak, 2026-yilning 31-iyuliga belgilangan. Ya'ni Qasoskorlar 5 filmidan oldin chiqadi. Shunday ekan, Qiyomat kuni filmiga ham belgilar qoldirdi.